saqlanib o'tiribdi. Tushunarli. Xo'p, rahmat. Yuring. Assalomu alaykum, Komil aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismim Zafar. Sizga biriktirilgan inspektorman. Siz Komil aka Ikromovsiz. Tanishganimdan Qanaqa inspektor? soliq inspektori. Omon. Oldimga xodim yetaklab keldingmi? U hammasini biladi. Masalan, Trade firmangizni muammolarini. Trade 3 oydan beri qizil zonada. Lekin ayirboshlash avjida. Hatto o'tgan kuni rekord o'rnatildi. Siz esa yig'imlarga jiddiy munosabat bildirmayapsiz. munosabatlarni kerakli odamlar bilan hal qilib bo'lganmiz. Afsuski, mendagi ma'lumotlar buni aksini ko'rsatyapti. Xush kelibsiz. Nimacha? Hozir nimani kimga isbotlamoqchisan? Mani qo'limda 5000 ga yaqin odam ishlaydi. Biron bir muammo bo'lishi tabiiy. Aniqrog'i 4723 ta. Shuncha odamni 32% tushunishimcha oyliklarni konvert olishadi. Bunaqa raqamlar bilan oldimga kelgan birinchi odam emassan. Avvallari ham katta gapirib kelishardi. Oxirida esa baribir kelishardik. Sen ham o'sha eski tizimni yangicha kiyingan vakilisan-da? Yo'q, Komil aka. Kiyim emas, tizim o'zgardi. Hozir tizim inson emas, algoritm. U bilan esa kelishib bo'lmaydi. Mening ham vazifam sizni jazolash emas. Aksincha, jinoyat chegarasiga yetib bormasingizdan ogohlantirish. Biznes bu shaxmat. Agar siz noto'g'ri yurish qilsangiz, men sizni mot qilishim emas, balki o'yin qoidasi buzilayotganidan ogohlantirishim kerak. Siz to'lamayotgan o'sha soliqlar bu siz yashayotgan jamiyatning immuniteti. Maktablar, yo'llar, shifoxonalar, bularning har bir g'ishtida siz kabi tadbirkorlarning halol ulushi bor. Soliq to'lagan tadbirkor davlatning sherigiga aylanadi.